O'tirib olishni hammamiz judayam yaxshi. Xo'sh, bizning shiorimiz qanday edi? O'qish darsidan uyga qanday vazifa berilgan edi? Tolabiy haqida rivoyat berildi. O'qishga berilgan edi. O'qib keldikmi hammamiz? Qani o'qib beraylikchi? Tolabiy haqida rivoyat. Bir kuni Tolabiyga turkman eldan elchi kelib, bir yildan beri bitmayotgan janjalimiz bor edi. Shunga boshchilik qilsangiz deb so'randi. Uzoqda bo'lsa ham Tolabiy turkman eliga borib janjallashgan ikki tomonni tortishtirib qaytadi. Otlar charchab chaqirib kelayotgan yo'lovchilarning oldidan bir guruh otli qiz kelinjak ko'rinadi. Ularning orasida Do'mangul ismli kambag'al qizlar ham bor edi. Yolg'iz bir cho'loq otga minib boyning qizlari bilan to'ygan edi. Ey opalar, to'qnashlar otlaringizni qoshiga donishmandlar, qariyalar bor, sheryurak, nomusli botirlar bor. Shunday kishilarning haqiqatini olib olishga ega bo'laylik, biroz foydasi tegadi. Shunday kishilar odamlar otlaringizni boshlarini tortinglar, yo'l Azıqlar oldimizdan kesib o'tishdi. Shundan so'ng yursak ham oldimizga yetarmiz, dedi Do'mangul. Rang-barang kiyingan qizlar yo'lni kesmasdan yurishdi. Tolabiy haqida rivoyat. Bir kuni Tolabiyga turkman eldan elchi kelib, bir yildan beri bitmayotgan janjalimiz bor edi. Shunga boshchilik qilsang deb so'randi. Uzoqda bo'lsa ham Tolabiy turkman eliga borib janjallashgan ikki tomonni tortishtirib qaytadi. Otlari charchab chanqayotgan kelayotgan yo'lovchilarning oldidan bir guruh otli qiz kelinjak ko'rinadi. Rahmat. Orasida Do'mangul ismli kambag'al qiz ham bor edi. Yolg'iz bir cho'loq otga minib boyning qizlari bilan to'ydan qaytayotgan edi. Ey opalar, to'xtanglar, otlaringizning boshini tortinglar. Kattalarning oldidan ezib o'tishga yaxshi emas. Ular elni donlashgan qariyalar bor, shunday kishilarning oq fothasini olib olqishga ega bo'laylik, bir foyda tegar. Opajonlar, otlaringizning boshlarini tortinglar, yo'l chetiga chiqib turaylik. Otlar oldimizdan kesib turinglar, yo'l chetiga chiqib turaylik. Biz sizlar bilan madaniy meros bo'limida o'rganishda davom etamiz. Bugun sizlarga Alisher Navoiy bobomizning She'r bilan Burg'och asarini o'qib o'rganamiz. Qani darsligimizni ochamiz. She'r bilan Burg'ochni o'qishni boshlaymiz. Marhamat Soliha. She'r bilan Burg'och. Bir o'rmonda zo'r she'rlar yashar ekan. She'rning kichkinagina bolasi bo'lib, u hali yurishni bilmas ekan. Onasi uni juda yaxshi ko'rar va qumusdan halok qilmasin deb doimo chiqib olib yurar edi. Kunlardan bir kuni she'r bolasini chiqib olib yurganda Burg'och bir edib she'rning boshi ustidan uchib o'tdi. O'sha cho'chib
bo'lyapti. Sher bu ishidan juda xafa bo'libdi. U bolasining yara bo'lgan joyini tili bilan yalab qo'yibdi. Orasi tinchlanibdi. Biroq sherni doim shunday cho'chitib yurishni odat qilibdi. Nihoyat sher Durroj bilan do'stlashmoqchi bo'libdi va unga kel, shu o'rmonda birga do'st bo'lib tinchgina yashaylik. Sen ashulalar aytib meni xursandsin. Biroq men hamma vaqt senga yordam beray deb oq kel do'st bo'lamiz debdi. Kunlardan bir kun Durroj men tuzoqqa tushdim, yordam ber deb qichqirdi. Sher yordam berish uchun yuguribdi, qarasa Durroj aldabdi. Bu haqida tuzoqqa tushmagan edi. Sher do'stidan xafa bo'ldi. Unga qarab yolg'on so'zlamaydi, yolg'onchi el oldida uyalib qolardi debdi. U esa yolg'onchiligini aldashini qo'ymoqda. Kunlardan bir kuni Durroj do'stdan ortib qo'ygan tuzoqqa tushib qolibdi. Yordam ber deb jon-jahdi bilan qichqirdi. Sher uni eshitib yordamga bormoqchi bo'libdi, keyin o'ylab qolibdi. Qanday bu kabi qamini olayotgan deb o'ylagan. Shunday qilib Durroj o'z yolg'onchiligi tufayli do'stidan ayrilibdi va ovchi tuzoqqa ilinibdi.
yordamida rasm chizamiz. Chiroyli qilib. Kelishib hammamiz birgalikda ranglarni tanlashda bir-birimizga yordam beramiz. Bolachalar, bugungi darslarga yoqdimi? Ha. Agar yoqqan bo'lsa, qo'linglardagi smayliklarni rasmga olib chiqib yopishtirishinglar mumkin. Qani kimga dars qanday yoqqanini hozir bilib olamiz. Chaqin-chaqin harakat qilamiz. Yaptırıp olanlar zaten iyi gelirdi. Biz de doğru oturup olanız. Rahmet, mana bugungi darsimizda juda ko'p bolalar bugungi asarni yaxshi tushunib olibdi, o'zlariga to'g'ri xulosa chiqardi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun